Oğlum, yakında ama dükkanın işleri sen aldıraş yok kılıyor. Yeni tug'ilgan nevren bilan kelinimni yo'qlab boramidim qara. O ishkilar yaxshi turib ha? Dada, men xizmat oldirashchilik bilan 13 kun bo'ldi berib bo'laman. Atigan telefonga yaxshi turatimiz deydi. Lan, atigan telefon degan gapmi? Telefonni urib qo'ymaysa, o'zing berib yo'qlaysa, jinim balam. Mushna vaqtida bog'o, tug'ruq ayollarga noit ko'ngil nozik bo'ladi balam. O'g'il degan balni tep qo'ysa hisob emas balam. G'ururlik akish degan bog'o, balasiga ayolga kuyinish kerak. Ham ularning o'risini chiqish kerak balam. Bo'lsa ularni vaqt-vaqtida yo'qlabdi. Qaynatangning oldida bo'lsa-mu, ayolingni bir hurmat qiladi. Anladingmi? Bizning ko'ngillarda bunda bir gap bor. Bug'doy nening bo'lmasa bug'doy so'zing yo'qmi degan gap bor. Tushundingmi balam? Mushna vaqtida ayol kishini vaqt-vaqt yo'qlab turish kerak. Sen bog'o hozir berib, qaynatangga rahmat etib, ular balini yaxshi beqiyotdi, ayoling yaxshi qarayotdi. Aras, anglasam Urumchida bir dangliq bir do'kon bor-ku. Nima ismi? Soskam degan do'kon bor-ku, qara. U do'konda bog'o mush kichik bolalarninki yangi tug'ilgan. Mush ayollarning noit isil narsalar bor-ku. Bo'lsa sen shu do'konga berib, yaxshi narsalardan tanlab, ayolinglar balani bir yo'qlab kela bo'ladi, ha? Ma'qul dada, ma'qul. Ola, pulun bormi ya qizil bola otamda? Voy dada. Nima gapni qilgansiz? Cho'p-cho'p qolganda sendan pul so'rab tuysa, sen tura. Ha, gapim bo'ldi bolam. Endi cho'molsa. Gözlerine menikiyle okşagan. Dede dine. Aldın yaraştımı acının balam. Soğudularım yaxşı ketti. Şunu çu, apam ola çıkanlarını köygül kep bulamadı. Dede dine. Oyda. Karanlıkta. Bazı istemçilikten mesuliyetlerini sana ağaç geldi. Qara balam, sana ağaç geldi. Qara. Manamçı apam bedellerini jüp qo'yishini jinim bolam. Manamga kiyimlerini kiygizib qo'ya. Raqtim bek yaxshi ekan. Bolam, endi rahat o'tirgan bo'lding-da. Bir er uchun elib etqanda eng cho'ng muvaffaqiyat o'zini suydigan ve özü suydigan ayolga erishdir. Erishganlarni qadrlash, buyuklik ve yükseklikdir. So'ralgandan keyin berilgan sovg'at yayraydigan joyga singmaydi. Siz uchun barlig'ini aymaydigan kishilaringiz uchun mehr bering. Esingizda bo'lsin, tugumas turmush halakchiligi ve xizmat sizni umrlik baxtdan ayirib qo'ymasin.